Assalomu alaykum do'stlar. Bizning molxonamizda yangi mehmon. Kecha kuni Jo'ja bozordan olib keldik, novvoscha. O'zimizning molni bolasi bo'lib qoldi endi. Polni ko'rishlari mumkin. Qaytida qora bo'lsa, xuddi o'sha joyda bunda ham bor. Ko'ti qora, ko't tarafi qora. Peshanasida oq chiziq bor, unda ham bor. Ular bir xil. O'zini bolasi desa hamma ishonadigan darajada. Hozir soat 7 bo'ldi, ertalabki sog'ish tugadi. Kepay, kunjara, silyoz, tuz, makkuni aralashmani yeyapti hozir. Molni suti 14 litrga chiqdi do'stlar. 14 litr yog'li sut topshiryapmiz. 3 mahal ertalab, obedda, kech payt 2 litrdan sut ichyapti, xudo xolasa bu. Kech payt berildi, hozir berildi soskada. Endi obedda ham beriladi do'stlar. Xudo xolasa keyingi haftaga yana 2 ta olinadi. U sut topshirilmaydi, shu uchala bo'zayga beriladi do'stlar. O'zini qaranglar, bunga baho beringlar. O'zi ham oyoqlari uzun. Yoniga обязательно kepay, tuz, kepay bilancha makkuni qo'shdim. Keyin suv обязательно tursin dedi yonida. Mani ham bedani ham aytdi, hozir bizda beda yo'q. Shuning uchun quruq o'tni tashlab olib bashnaqa turibman. Xudo xolasa ich o'tishlari yo'q. Novvoscha dadil. Fermadan chiqqan novvoscha ekan. Shu chorniy pyostro. Mollarda narxini ko'rgan kirdik, mollar yaxshi mollar qimmat. Biz olgandaqa mollar ham 25 tevasida bo'lib qoldi do'stlar. Mol xudo xolasa zo'r. 14 ta, 14,5 ta sut sog'ilyapti. Hech qanday vitaminlar, konsentratsiya berilgan yo'q, faqat nasha kepay kunjara makkuni berilyapti. Ular ham kam miqdorda do'stlar. Yemni o'ziga gideta 18 ming ketyapti. Keyin kuniga bir qop silyoz yeyapti. O'sha 14 litr sutni bergani. Xudo xolasa buni bo'g'ozligi ketyapti. Bo'g'ozligi uchun kun sanayapti. Xudo xolasa 6 oy, 5,5 oydan keyin tug'ib beradi. Martda oxirlariga xudo xolasa. Bu video novvoscha haqida bo'ldi. Novvoschaga qanday qaralyapti, nima bo'ldi? Kelgandan keyin polni spirt seforildi, hali kasal-pasal olib kelmasin o'zi bilan deb. Yonidagi suvda almashtirib turilibdi, gideta 3 soat, 4 soatda bir. Kepaylarni mana hozir ertalabkisini yangi soldim. Yeyapti, yeyishlari zo'r. Sutni ham vafshi mazza qilib ichyapti. 2 litr hozir berildi, kech payt 2 litr berildi. Hali obedda yana 2 litr beramiz do'stlar. Bu molimizni qaymog'iga kelsa, gideta 14 litrdan 2chini, 2,5chini qaymoq chiqyapti. Qaymog'i yaxshi ekan rosa. Hozir bo'shadi, hozir olib ketishdi. Kecha post qilib joylagan mol bilan bo'zaycha rasmini ko'rgandirsizlar. 28,5 millionga oluvdi o'sha molni. Video ham qila olmadim u molni. Aytgandaqa sut bermadi, keyin tishov ekan. Qaytarib olib borib berdi. Gideta 1 litr sut sog'di-da do'stlar, kech payt 1 litr sut sog'di. U inson 7,5 litr, 8 litrga beradi. Ichda turganda ko'payadi deyishlari mumkin, lekin mana uni ham do'stlar, kelganda 0 ga sog'ilgan, polni hammasini sog'ilgan bu yerda.
O'shini o'zida где-то 12 litr sut bergan birinchisida. Endi qaranglar, obedda sog'ilgandan keyin kech payt soat shomga yaqin yana sog'ilgan. Где-то 6 soat buyog'idan keyin yana sog'ilgan. O'shini o'zida 4,5-5 litr sut bergan. Undan keyin uje kirib ketgan do'stlar. Undan keyin 7 litr har mahaliga o'shna bo'lib, kunli 14 litrga chiqqan. Keyin uni yelimi ham kichkina ekan. Bolasi qo'yib yuborilib yurgan deydi. Xonajim bolasi bor ekan, где-то 8 million 9 millionlik. Xonajim bolasi bor ekan. Qo'yib yuborilib yurgan deydi. Keyin sababi shu kam sutlikligi uchun qo'yib yuborib yurishgan shekilli molni. Ko'rmagan bo'lsalaring postga o'tib ko'rib olishlaring mumkin. Ena bola olamol. Jussasi kichkinaroq mol edi. Bizda hozircha shular. Uzoqlashmanglar, videolar chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa, xuddi shunaqadan yana 2ta qilamiz. Общий 3ta bo'ladi. O'shunda har biriga почти 4,5 litr, 5 litr sut to'g'ri keladi kunlik. 3 oy, 3,5 oy baqishni rejalashtiryapmiz. O'ziga 3,5 oydan keyin buni ham sutdan chiqarish kerak bo'ladi. 7 oylik bo'ladi o'zi. Shundan keyin sekin o'tga o'tib ketishadi bular. Yo shunday sotib olamiz, yo o'tga o'tib ketadi. Lekin o'zini bolasi deb turib hozir qashqalarni ko'rsatamaslar-ya. Peshonada qashqani qaranglar. Qani mama? Qaranglar bu qashqasini. Bir xil. Mana. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola kanalidan uzoqlashmanglar.